Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. Haftalık haber analizi programımızı görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalğun. Kadirli görürmenlerimiz, bugün 2026 yılı 1. Ağustos şembe, her şembe günü bir hafta jarayonida vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibideki en mühim haberlerini kısa analiz qilgan şekilde huzuruna sunup kelyapmiz. Qanundaqda aldı bilen bu haftadaki haberlerimizin mavzularına göz yugurtib öteyli. Amerika'da bir Uyghur Xitaylar tarafından etip öldürüldü. Türkiye dairleri Xitay şirketi Temu'ga cerimani koydu. İran'ın hücumunda Xitay şirketi nişan kılındı. Xitayperest jurnalistlerinin Şarkı Türkistan ziyareti küçülük narazılık qozğadı. Bu ve bundan başka bir qancha haberlerimiz buludu. Qanundaqda birinci haberden başlap körüp öteyli. Amerika'da bir Uyghur Xitaylar tarafından etip öldürüldü. Kadirli görürmenlerimiz, bir neçə gün ilgiri Amerika'nın Kaliforniya ştatidagi Chino Hills'te yüz bergen bir Uyghur'un iki Xitay tarafından görevge eliniş ve saqçılarının köz aldıda etip öldürülüş vakası elbette ictimai fikir vasıtlarını küçülük bu haber çıqqandan keyin gulguluk qozğan bir vaqa oldu bu. Los Angeles vaqt kezdi bu vaqa çıqqandan keyin Los Angeles vaqt kezdi e'lon qilgan aloqador xabardagi mazmunlarga ma'lumotlarga qarasak, San Bernardino shaharlik saqchi idorasi ziyonkashlikka uchirg'uvchining Chino Hills'da yashaydigan 60 yoshlik Şükür Akbar ismli Uyghur ekanligini, iki jinoyat gumondorining bo'lsa 66 yoshlik Bo Jianquan ve 67 yoshlik Bo Jingfeng ekanligini e'lon qilgan. Saqchi organlarının yazma bayonotida bildirilishicha 29 iyul kechda Şükür Akbar o'z uyida bo'lib, tok to'xtab qolganligi sababli sirtqa chiqqan. Dal shu paytda mazkur iki Xitoy uningga o'q etib yaralandırgan ve mashinaning orqa ko'zopiga ittirib kirgizib, elib qochgan. Şu ko'rinishlarga qaraydigan bo'lsak, ko'ralaymiz. Keyin saqchilar tez suratda qechiyotgan Xitoylarning mashinasini qisqa vaqt qo'g'lagandan keyin oxir to'xtatgan ve mazkur iki Xitoyni mashinadan tushishga buyurgan. Saqchilarning aytishicha, ayni vaqtda ular ko'ruvga elish voqeasidan xabarsiz ekan. Yani bir Uyg'urning o mashinaning ko'zovkasida ekanligini, ko'ruvga elib olinganligini saqchilar bilmaydigan tuqasli. Bunu to'xtatib, gumonliq bir mashina bo'lganligi uchun shuni to'xtatgandan keyin mashina degan Bo Jianquan ismli Xitoy bu yerda saqchilarning buyrug'i bo'yicha mashinadan tushgan ve mashinaning orqasiga o'tib, ko'zovkani ochib, Şükür Akbarga qaratib o'q chiqargan. Şunun bilan bu yerda saqchilarmi darhol uni etib tashlagan naq maydonda. Saqchi idorasining aytishicha, Şükür Akbar ve qatil naq maydonda hayotidan ayrilgan. Çünkü Xitoy aldı bilan o mashinaning ko'zovkasidagi Şükür Akbarni bir qancha pay o'q bilan etib tashlaganligi uchun saqchi bu yerda uni etib tashlaydi. Her ikkilisi naq maydonda hayotidan ayrilgan. Bo Jingfeng ismli yana bir Xitoy bo'lsa, ko'ruvga elish va qotillik jinoyati bilan tutilgan. Saqchi idorasining bildirishicha, jinoyat sodir qilgan iki Xitoy akufka bo'lib, bu iki Xitoy akufka bo'lib, Irvine'dagi bir uyda birga turdi ekan. Öldürülgen Uyg'ur bilan qatillarning yillar ilgari sodi sheriklik munosabati bor bo'lib, o'zaro tunishadiganligi bildirilgan xabarda. Şükür Akbar taxminan 20 yil ilgari Amerikaga ko'chib berib, oilasi bilan Kaliforniya shtatida yashab kelgan bo'lib, uy mulkchilik, oshxona qatorliq tijoratlar bilan shug'ullanganligi bildirilgan. Navbatda kishini ko'chitadigan mazkur delo davomli tekshirilayotganligi, qatillarning jinoyat muddaosining nima ekanligi bu texi aniqlanmagan mas'ul xabarlarda bu ko'plab tarqalyapti. İctimai fikir vasıtalarida bu kishininki oilasidan tushgan rasmlari ko'plab taqilib, bo'libmi Amerikadagi ko'rurmanlarimiz Amerikadagi Uyg'urlar tarqatgan ijtimoiy fikir vasıtalarida bu kishininki vatanda tunilgan olim Abdüşkür Muhammed Eminninki o'g'li ekanligi bildirilgan nimalarni ijtimoiy fikir vasıtalarida ko'plab taqildi. Elbette aldığımız günlerde bunun tafsilatı texinbek aşkarlanğısı. Xoş, yana bir xabarga kelsek, Türkiye dairleri Xitay şirketi Temu'ga cerimani qo'ydi. Qadrli ko'ruvchilarimiz,
Albatta, Xitoyninki har xil shirkatlarga, shu torda setish şirketlerge, meyli Türkiye olsun, dünyanın her qaysı joylaridagi nurg'un davlatlar bularning tökme qilib, shu davlatning tijoratini, shu davlatga ishlab chiqaruvchilarni ig'ir ziyon uchratayotganligi sababli xilma-xil cheklama, xilma-xil qo'shimcha bosh degandek narsalarni qo'yyotidi. Pat-pat bu kun tartibga kelyotidi. Turkiyada nurg'un shu tijorat ministrligi xilma-xil shunga o'xshash tadbirlarni yurgizib kelayotgan ilgirimi. Bu qitim yana Turkiya Raqobat idorasi Xitoyning to'g'ri savdo bo'lgan bu Temuning bu yilning 5-idagi aloqador tekshirishlarga to'sqinlik qilganligi sababli shirkatga 4 million liraga yaqin jarimani qo'ydi. Turkiya xabar organlarining aloqador xabarda ma'lum bo'lishicha, bu yil yanvar oyida Turkiya Raqobat idorasi Temuning ishxonasiga tuyuqsiz tekshirish uchun borganda shirkat xodimlari dastlabda ishxonani qulflab olgan va hech qanday mas'ul xodim shirkat hujjatlarini topshirishga kelganini unutmagan. Türkiye Raqobat idorasi Temuning tekshirishga qasddan moslashmaslik qilmishi sababli shirkatga 3 million 696 ming lira, taxminan 78 ming dollar jarimani qo'ygan. Yetarlikmi? Albatta emas. Nayati juz'iy bir jarimani bo'lganligi aniq, chunki bu Xitoylarniki bu Temudan iborat tor supisiningki dunyo miqyosida qandaq ticaret qilayotganligi, mush Turkiyadami va dunyoning har qaysi joylarida nurg'un davlatlarni shu davlatning bahosini nechasi arzon setish orqali shu davlatlardagi tijoratchilarga ig'ir ziyon berayotganligini bilmaydigan kishi bo'lmasa kerak. Bizcha intayin kichik bir raqam, bundan ko'proq jarimani qo'yilish kerak bo'lgan bir to'r savdo supisi. Aslında qo'ymachilik, bulanchilik desem bo'ldi. Boshqa davlatlarni ziyonga uchratish. Chunki Xitoydagi har qanday bir shirkat, zavod, korxona hammasi Xitoyning davlat, ya'ni hatto ziyontasimu zavod bahosida o'zi ishlab chiqargan bahodan to'van setish badaliga. Chunki Xitoy o zavod, korxona xo'jayinlari ziyon tatmaydi. Chunki Xitoy Xi Jinping rejimi Xitoy davlati uni bevosita qo'llaydi-da. Sen qanday qilsang sirtqa chiqargin, meylani. Men sening tatqan ziyonlaringni davlat bevosita oqis turib qo'llaydigan gap. Butun Yevropaning da'dimi bu, dunyoning da'di bu. Sen bu shirkatlarni shunday pullar bilan qo'llab, bizning bozorimizni o'ltiryapsan deb barliq davlatlar Xitoy bilan ko'rishganda tijorat masalasida buni o'tirib qo'yadi. Ammo anglayaptimda, anglamayaptim. O'xshash shaklda mana shunday arzon bahoda malni chiqarib boshqa davlatlarni vayron qilish. Türkiye Raqobat idorasi bu yil 21 yanvar Xitoy shirkati Temuning Istanbuldagi ishxonasiga tuyuqsiz besib kirib, aqtirgan bo'lib, shirkat taraf keyin kompyuterlarning musodara qilinganligini e'lon qilgan edi. Ayni vaqtda Temuning bayonotchisi Turkiya doiralarining harakatiga moslashayotganligini da'vo qilgan edi. Her daim qiyilgarlik yana o'xshashlar. Uyg'ur majburiy amgiga chetilgan Temu va Shein qatorli Xitoy to'g'ri savdo supilari ko'plagan davlatlarning bozoriga arzon baholiq mallarni to'kma qilib setib, yerlik sanoat va savdo sohasiga buzg'unchilik qilayotganligi izchil tanqidga uchrab kelayotgan va ko'plagan jazolarga uchrayotgan bir masala ekanligini hammamiz bilamiz. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Iranning hujumida Xitoy shirkati nishon qilindi. Qadrli ko'rmalarimiz, albatta bu urush hozir qilmoqchi İran Hormuz bo'g'ozi masalasini oylarcha tortish qildik. Amerika, Isroiliya, İran urushining keyindan bo'lgan ishlarni hammamiz bilamiz. Yana bu amdi to'xtatib deb turganda yana qaytadan boshlanganligini ham hammamiz bilamiz. Bu rayondagi igizpaschilik, yana shu qalaymaqonchilik davom qilyotdi. Bu qatim yana shu İran manbalik bo'lgan bir hujumninki bir Xitoy shirkatining Kuveytdagi Xitoy shirkatining nishon qilinganligi e'lon qilindi. Kuveyt armiyasi İran tarafidan elib berilgan hujumda Xitoy shirkatining nishon qilinganligini, hujum natijasida bir ishchining o'lganligini
bildirdi. Kuveyt armiyasi İran tarafından elip verilgan hücumda devletin şimalideki bir Xitay şirketiga tava binaning nişan qilinishi natijasida bir ishchining hayotidan ayrilganligi, ya'ni o'lganligini bildirdi. Kuveyt armiyasining ommaviy o'rtaqlashish torbeti X sahifasida e'lon qilingan bayonotida İran tarafidan elip verilgan hücumda Kuveytning shimolidagi Xitoy shirkatiga tava bir binaning nişan qilinganligi, hücum natijasida bir ishchining o'lganligi, binada ig'ir ziyon ko'rilganligi bildirildi. Bayonot yana doirlarning voqeaga mudohala qilganligi, armiyaning davlatning egilik huquqini qo'g'dash, bexatarligi va muqimligiga kafolat qilish maqsadida zarur bo'lgan barliq tadbirlarni qo'llanganligi bildirildi, ifodalandi. Misr ichki kabinetimi tunugun Damiyat portidagi ikki paraxod kelib chiqqan o't ofatining uçquchsiz havo apparati hujumi natijasida yuz berganligini jakarladi. Yanalam İran manbalik ekanligini bildirdi buniki. Misr ichki kabineti tarafidan e'lon qilingan bayonotda hujumning javobgarligini texnicha hech kimning o'z ustiga olmaganligini, falani ya davlat İran tarafından devlet armiyasi yoki boshqa İran qo'llayotgan rayondagi kuchlar degandek bularning hech birininki texnicha ustiga olmaganligi, bu voqeaga munosabat tekshirishlarning davomlashayotganligi uqtirildi. Misr Neft İşleri Ministerligi bo'lsa tunugun e'lon qilgan bayonotida Damiyat portidagi ikki tabiiy gaz suyuqlantirish va saqlash paraxodida o't ofati yuz berganligini jakarlagan edi. Demak, rayon mushundaq qalaymiqanchilik hatta qaysi kuni shu hafta ichida Suriya bilan ya Saudiya Arabiston bilan Amerika armiyasimi Iroqdagi İran qo'llayotgan kuchlarga havo armiyasi hujum qilganligini bergan to'qmish hafta ichida. Xo'sh, yana bir xabarimizga o'tib ketsak, demak, mushundaq rayon vaziyati jiddiy shaklda davom qilyapti. Xitoyparast jurnalistlarning Sharq Turkiston ziyorati kuchli norozilik qo'zg'adi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta bu Turkiyadan bo'lsin, dunyoning har qaysi joylaridan bo'lsin, bu hiyligar Xitoylarninki shundaq o'zlarining tepini chaladigan so'zli tirnoq ichida jurnalist yoki muxbir degandaklarni o'mak shaklda o'rinlashtirib, mayli islom dunyosidan bo'lsin, buni pat-pat to'xtovsiz holatda davom qilyotdi. Bu qatim Turkiyadan bir turkum atalmış muxbirlar, atalmış axborotchilarni tashkillab bizning vatanimiz Sharq Turkistonga ziyoratdan keyin Turkiya axborotlarida bularning bergan ifodalari g'ulg'uliq qo'zg'allik sababli 27-iyul Turkiyadagi Sharq Turkiston inson haqlarini ko'zish tashkiloti Anqaradagi Turk-Xitoy do'stlik guruhi ishxonasining oldida namoyish o'tkazib, İstanbul'daki şu Türkiye-Xitay Dostluk Vakfı. Yani bu işxanasının aldıda İstanbul'da namoyish o'tkazib, mazkur tashkilotning yetakchiligida Sharq Turkistonni ziyorat qilayotgan turkiyalik Xitoyparast axborotchilarning saxtipaz tashviqotlariga norozilik bildirdi. Bu vaqfning oldida inson haqlari, Sharq Turkiston inson haqlarini ko'zish tashkiloti. Namoyishchilar zulmga ko'z yummaslik, zolimga yantayoq bo'lmaslik haqida shuarlar to'ladi va axborot bayonotida turk muxbirlarini haqiqatni ching turishga va obyektiv bo'lishga chaqirdi. Bu chaqiriqlarga quloq solamdi. Albatta bu bag'an muxbirlarning suratlaridan tortib hammasi ijtimoiy uchur vositida keng tarqaldi. Hargizmi ularning quloqiga kirishi, bundan o'ylanish, his qildigan tipdeki insanlar emas albatta. Lekin bular bu xalqimiz ham bu tashkilot qilishga tegishli ishini qilgan bo'ldi. Hatta turk tashkilotlari mubatibiyada so'z qilganlarning orasida demak o'zining qalamini, o'zining vijdonini, hamma narsasini Xitoydan kelgan bir manfaat uchun sotgan bu atalmış muxbirlar degan bu maxluqlar Xitoyninki ziyofati bilan bütün beriş geliş aeroplan biletlerden tartib hammasi u yerda butunlay yolg'on o'rinlashtirilgan ziyofat dasturxonlari, chiroyli, go'zal, xo'shal-xo'ramliq yerlarga apirib, oldin ola tayyorlab qo'ygan bu maydonlarda ularni bir mast qilib o'tib, ko'rganlarga hang-tang qilishib, bu Uyg'urlar shundaq güllük gülistanlıqdan ichida xotirjam yashab o'tibdi. U ketdi, bu ketdi deb. Hattoki bu atalmış muxbirlarning ijtimoiy uchur vositalarida
kelgandan keyin e'lon qilgan har bir so'zlarga Türkiye'deki nurg'un vijdonliq turk xalqimi ijtimoiy uchur vositida bularni til haqoratga ko'myapti aslida. Aslida vijdon bo'lsa bularda o'zining kasb axloqi degan narsa bo'lgan bo'lsa, shu xalqning, turk xalqining yozgan inkosi qarab bo'lsa-mu, aslida yuyayotgan bo'ladi yoki nomus qilgan bo'ladi. Ama qilchilik unda bir nomus yo'q. Yana hechil olmasın, ekranlarning oldiga chiqib o'xshash holatda ishlim bo'lmagandek so'zlayoladi. Bu muxbirlik kasbini davom qila oladi. Ammo bu mana shunday bularning yuziga sezilgan bir qora iz bo'lib mangu qoldiganligi aniq hamda bularningki vatanga berib, Sharq Turkistonga berib, Xitoyninki depini kelib kelganligi. Albatta bu masaladan keyin bularningki atalmış bu muxbirlarning masalasidan keyin oldin qilish Sharq Turkiston sayohatnomasi nomida kitob yozgan Türk yozuvchi mustaqil tadqiqotchi Taha Qilınch Yangi Shafaq gazetida maqola e'lon qilib, albatta hammanglar bilsizlar, butun Turkiyada hatta Yevropa davlatlarida hozir shu kitob haqida leksiyalar so'zlayotdi. Kitobi qanchilg'an qitim besildi. Chunki amaliy berib har bir, chunki Xitoy yetlab bormadi buning qo'lini. Ama o atalmış muxbirlarni Xitoy hammasi burnidan tutib apirib, nagida shu yoqqa apirib, 1 minut erkinlik yo'q ularga, xolig'ini ko'rsatib keldi. Ama mavo qanday kirganligini bilamiz. Mana shu yerda Uyg'urlarimiz bilan suhbat qildik shu vaqtida nurg'un xalqimiz keldi. Bütün Türkiye, Avrupa, Balkan davlatlarida so'zlayotdi. Shu kitob haqida qanchilg'an qitim besildi kitap. Nayta alqishga erishib necha yuz ming parcha haqida besilyotdi kitoblari. Yani çünkü haqiqatni rasmlar bilan necha yuz parcha shu kitobning ichida rasm bor. Ashlar bilan har bir ko'rgan narsalarni aniq eng yangi ma'lumotlarni bildirganligi tilga olganligi uchun bu alqishga erishyapti. Bu kishi Taha Qilınch Yangi Shafaq gazetida maqola e'lon qilib, Uyg'ur faoliyatchilariga parallel holda Xitoyparast turk muxbirlarini tanqid qildi. Hem Uyg'urlar tanqid qilyapmiz, hem bu mu tanqid qilib, Xitoyni maqtab yezayotgan turk muxbirlarga Xitoyning yegizib ishkizayotganligini, ya'ni butun chiqimini ko'tarayotganligini tilga olgan Taha Qilınch haqiqatga ko'z yumgan va zolimning depini chalgan bu muxbirlarni nomussizlar deb aybladi. Haqiqatan buni shu oxirgacha loyiqda bu so'z asli ularga. Mazkur muxbirlarga 9 savol qo'ygan Taha Qilınch ularning ziyorat davomida biror Uyg'ur bilan xoli uchrashib boqmaganligi, namoz vaqtida masjidlarga kirib boqmaganligi, ko'chada o'ralgan ayollar, saqal qo'ygan kishilarni ko'rib ko'rmaganligini, haqiqatga kelganda ko'zi ko'r ekanligi, ilgirki yillarda bularning Suriyani ziyorat qilib, bomba yig'ib turgan Suriyani güllük gülistanlık deb tasvirlab Bashar Asad rejimini qo'llaganligini eslatdi Taha Qilınch. O'ylab qo'yli. Aslida sen muxbir bo'lsang, haq ko'rmaganni ko'ra olishing, his qilmaganni his qila olishing kerak. Burningdan naga tatib, nimani ko'rsatsa shuni rasmga tatib, og'zingni ichib qilib, hang-tang bo'lib kelmaysan aslida, vijdoning bo'lsa. Taha Qilınch O'rta Sharq va Osmanlı tarixida mutaxassis bo'lib, u o'tgan yili Sharq Turkistonda xufiyona va mustaqil ziyorat qilib, yuqorida deganimdek, Xitoyning saqt tashviqotlarining hammasini ichib tashlaganligi bilan tunilgan bir kishi. Hali ham uningki bu kitobi dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan turk xalqiga, hatto boshqa tillarga tarjima qilinganligini yaqinda uni ko'ryapmiz. Hatto inglizchasiga tarjima qilinib chiqqanligini qaysi kuni Taha Qilınch apandi o'zining ijtimoiy fikr vositalarida e'lon qilgandi. Har xil tillarga tarjima qilinyapti hozir. Demak, mana shunda bir Xitoy bilan bo'lgan kurash davom qilyapti. Bu nomussizlar hali ham hech bir xijil bo'lmasdan, nomus qilmasdan o'zining ta'tir tashviqotini davom qilyapti. Uningga aldanayotgan, setilgan kishilarni davomli chiqib turyapti har sohadan. Tegishli javobini e'layapti. Kurash meni davom qilgan gapimdi. Xo'sh, bu haftadagi qisqa xabarlarimizdan bir ikkisiga qarab o'tsak, Amerika hukumati Xitoy ishlab chiqargan odamsimon va 4 putliq ilg'or robotlarning va quyosh energiyasi taxtalarida ishlatiladigan energiya aylantiruvchilarining Amerikaga import qilinishini chekladi.
Amerika Aloqa komiteti mazkur mahsulotlarning Amerika iqtisodiy va xalqaro ul aslahalariga xatar tug'diradiganligini ta'kidladi. Intayin to'g'ri ilingan qadam menimcha. Amerika va Saudiya Arabiston Saudiyaning neft aslahalariga va Amerika armiyasiga qilingan dron hujumlaridan keyin Iroqning sharq qismidagi Iran-parast guruhlarga tava qoral yaraq ambarlarini va orqisa bazalarini bombardimon qildi. Yuqorida xabarning ichida deb o'tgan tamg'a mushahabda ichida bo'ldi deb. Demak, bu shaklda Amerika va Saudiya Arabiston havo armiyasi birlikda hujum qilgandi. Demak, rayon mushundaq o'tir sharq rayon mushunda o't ichida nurg'un har soat minut 5da vaziyat o'zgarib turyapti. Hammamiz bilgandek Xitoy tajovuzchilar qilayotgan nomussizliklari, jinoyatlari vatanda uzluksiz davom qilyapti. Butun dunyoga shaytonning aqliga kelmaydigan hiylagarlik bilan islom dunyosini har kuni qaraydigan bo'lsak turbatlarga kishilarni hayron qoldirib, shunchalik go'zal o'zgartib o'tganligini bizning vatanni, ya'ni atalmış ularning tilida Shinyoni ashundaq ta'tirda shuhrat qilyapti. Demak, vazifamiz og'ir. Dunyodagi har qaysi davlatlarda yashayotgan xalqimizning kurash uzluksiz davom qilish kerak. Hargiz ümidsizlanish yo'q, ya'ni yo'limizda. Bu shaklda bo'lish kerak. Tushunchada ruhimiz har doim tirik turishi. G'albining cho'qim bizga ilgari mayli boldirmaylik keyin bizga tava ekanligiga ishonch qilgan asosda ruhli holatda mengishimiz kerak qadrlik xalqimiz. Alloh umr bersa oldimizdagi hafta ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.